Ha, men top Ya yayınlardan yayın başladı. Ha? Canlı yayın başladı. Assalomu alaykum sevimli azizlar, qanaqalar, yaxshimi, obdan turatamizlar. Bugun biz o'qiyotgan shu Qiyat ovchining og'izlari degan kitobniki davomini o'qishni davom qilamiz. Bu kitob Qirg'iz yozuvchisi Chingiz Aytmatov bilan qozoq shoiri Muxtor Shahonovning suhbatlari asosida yozilgan nihoyat go'zal bir kitob. Kitobniki 4-bobini o'qiyotgandik. Bu bobda hokimiyat bilan ro'yat degan o'sha haqdagi suhbatlari davom qilayotgan. Aytmatov, Lyuksemburg Gretsogini saylashda qo'yiladigan birinchi talab u hokimiyat beshida turgan hayotida adli adolatlikligi va pok diyonatlikligi bilan xalqning hurmatiga erishgan bo'lishi shart. Umuman olganda, Buyuk Gretsog Grandiyok bu elde poklik bilan butun davlatga to'nilgan shon-shuhratiga dog' tushmagan bo'ladi. Hokimiyat beshiga kim chiqishidan qat'iy nazar, bu qattiq talabning huddasidan chiqishi zarur. Mening Kengash ittifoqining elchisi bo'lishimni to'g'ri topgan har qaysi partiya guruhidagilar bilan raqobatchilar Lyuksemburgdami oz emas. Ammo Gretsog ularning hammasining nazarida o'xshashla yuqori obro'yli. Shunga biriga qizg'in, yana biriga sovuq muomala bo'lish uningga yot. Fikr to'qinishlari bilan liq to'lib toshgan kundalik gazetlardimi u kishi to'g'risida bir ig'iz yomon so'z qilinganligini ko'rmaysan. Bu davlatda demokratiyaning yo'qligi bo'lmasdan, aksicha uningga bo'lgan izzat hurmatning ustunligi. Shaxonov tarixiy taraqqiyot bilan demokratiyalik hokimiyatdan o'ziga taalluq bo'lgan yo'lni tanlab olgan hukmdorlar ana shundoq hurmatga sazovor bo'lishi kerak. Aytmatov albatta shundoq. Lyuksemburg Grotsogi uchun aytganda, hayotning eng oliy mezoni pok diyonatlik bilan odillik. Uning oddiy soddligimi unutilg'siz. Lyuksemburg rayonida suv ofati yuz berib, aholilar qiyinchilikda qoladi. Gretsog bilan uning ayoli putlarga suv o'tkini kiyib, aldirash yurgan xalq bilan birga bo'ladi. Ko'chalarni oralaydi, doktorxonalarga berib insonparvarlik yordamlarini uyushtiradi. Qisqasi, o'sha xil sharoitda qilish mumkinchiligi bor bo'lgan ishning hammasini qiladi. Bu tavallikimdagi har bir Lyuksemburg fuqarosining taqdiriga javobgarman degan samimiy bir ko'ngilning haqiqiy kartinasi edi. Hozir muhabbet uzunken bu bab 100 betdan jiq. Hozir mushta bo'lib o'qib biz 6-7 qismga keldikmi o'qiyapmizku. Aramızda belki mendek saqlayotganlar bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Hazrati Ömer o'zining adolati bilan butun dunyoga mashhur. Buni burungi tarix bo'lsin, keyingi tarix bo'lsin, islomdan burungi va keyingi tarixda Hazrati Ömer o'zining adolati bilan haqiqatan intayin mashhur. Men shu Hazrati Ömerning hikoyasi chiqib qoladimi deyapman, hech demaydigan o'xshaydi qaraganda. Shaxonov ko'chadagi tilamchidan amon esenlik so'rashadigan oddiy-soddalik, xalqqa ishlayolmagan bir kun uchun hasrat chekkan javobgarlik yoki suv o'tki bilan suv kechib ko'cha aylangan samimiy sadoqatlik boshqa el hukmdorlarga yo'qsidi iloyim. Demakchi, siz Lyuksemburgning eng oliy ordeni bilan muboraklangan edingizku? Shundoq. Grandiyok manga qo'shgan tuhfasi uchun berilgan cho'ng kiris ordenini o'z qo'li bilan topshirgan. Bu men uchun unutilg'siz bir voqea. Bilimlik bo'lish, madaniyatlik bo'lish, falsafiy qarash bilan dunyoga nazar solishdek donoliklar bundaq davlat hukmdorlarida bo'lishga tegishli muhim alohidalik hisoblanadi. Aytmatov shu Grandiyokning qo'shgan tuhfasi uchun berilgan cho'ng kiris deydigan medaliga erishib ekan. Shaxonov davlat tizginini tutib turgan dahiylarning donishmandligi xalqning baxti. Kungzi Xansu xalqining milodidan ilgirki 551-479 yillargacha yashagan ataqliq faylasufi va mutafakkiri. Koni Jungoning ko'plagan hukmdorlari uning vasiyat va buyuk aqidalaridan ta'lim olgan. Hatto eng zolim bir podshoh el boshqarish ishlarida xatolashib qolsak, ulug' ustozimiz kechirmaydi deb Kungizni hurmatlagan va uningdan qo'rqqan. Kungizning hokimiyat, davlat boshqarish ishlari va 18 ming olamning boriga atab aytgan hikmatli so'zlari hozir dunyodagi har xil tillarga tarjima qilgan. U har bir kishi o'z ishini pok diyonatlik bilan bajarsin, hukmdor elni boshqarsin, ishlamchi emgak qilsin, ota-ona bola
Ata, bala, bala o'rnida bo'lsin. Hayotlikning bu oddiy mezoni buziladigan, elda inoqlik, hayotda qadr-qimmat qolmaydi. Izzat-hurmat yo'qoladi. El uchun ozorchilik va fitna-fasod qoplaydi. Zo'r o't ofati chaqmoq toshdan chiqqan kichikkina uchqundan boshlanadi deydi. Kunzi aqidalarini Jungo elining doiralari hozirgacha yetakchi qiladi ekan. Aytmatov. Umuman olganda, el boshqarish omatiga nurg'un xizmat va siyosiy kurashlarning qaynimida pishib yetilgan aql farosati, donishmandligi va keng qo'rsoqligi bilan boshqa zamondoshlaridan bir baldoq ustunlikni egallagan kishilar erishishi kerak. Albatta, taxt egasiga aylanib beshiga toj kiyguvchi bo'lgan tor, telg'oq yo'lda telib so'qilib minishning azob o'qibati ikkimizga qaraganda hokimiyat egalariga bakmi tanishliq bo'lsa kerak. Ana shundoq zo'r sinoqlarda sinalg'achqa xalq ichida xonda 40 kishining aqli bor deb ko'kka ko'tarib kelmoqda. Ayollardan chiqqan xon bey va boshqa mansabdorlar G'arbiy Yevropa bilan qo'shnimiz Rossiya podshohlik tarixida ko'p uchragani bilan Turkiya xalqlari ichida yo'q deyarlik. Qirg'izlarning aqli farosati yetishgan datqisi, datqa degan kinez, girsov degan gapga. Qurmanjon arp ichidagi bir tal bug'doyning o'zi. Qurmanjon yo'ldoshi Olimbek datqa bilan 35 yil ijil inoq yashab, Abdullabek, Baturbek, Omidbek, Osonbek, Qamchibek otliq 5 o'g'il va 2 qiz farzand ko'rgan. Qo'yqonli Xudoyerxonning makkarligi sababidan ko'z yumgan yo'ldoshining o'rniga 52 yoshli Qurmanjonni alay xalqi o'zlari talab qilib datqalikqa saylashidi. Qurmanjon datqa hokimiyat beshiga chiqqan datqa degan kinaz degan gapga aytma qozoqcha. Vaqt qirg'iz xalqining qirg'izcha. Char podshoh mustamlikchilari bilan Qo'qon xonligining qismiga tangli tushib qolgan, g'iribchilikda qolgan vaqt edi. O'sha ikki to'mir qopqondan yavash, notavon xalqni qutqizib qilish uchun paypedak bo'lgan datqining keng qo'saqligi, donishmandligi bilan savarchanligi va oldin ko'rar siyosiy yo'lliq to'g'risida qirg'izlar qarshi zambirak so'rab, tag'arlab so'qishib yurgan rus ofitserlari og'iz-og'izga tegmay yezishidi. Turkiston vodisini mufassal tadqiq qilgan harbiy ishlar jug'rofiya olimi Geyni Taubi 1889-yil Qozon shahrida Olay xonishi nomli ilmiy asarni chiqardi. Qurmanjonning qobil diplomatligi orqasida Qo'qon xonligi, Qashqariya va Buxorolar qirg'izlarga bo'lgan o'chmanlikni to'xtatib, o'rtoqlashish munosabatida bo'ladi. Bir-biri bilan azaldan sovuq munosabatda bo'lib kelgan Buxoro amiri Said Muzaffar bo'lsa, 1864-yili uningga o'z nomida datqa, hatto ba'zi hujjatlarda aytilgandek generallik otqonini berdi. Faqat datqa bilan podshoh mustamlikchilari o'rtasidagi munosabat ba'zida keskin, ba'zida yumshoq petichilik qilaverdi. Qurmanjonni o'z oldiga xon deb qarab so'g' salom yo'llagan Turkiston generali gubernatori fon Gaufman bilan bo'lgan kelishim Rus armiyasi bilan umr bo'yi dushmanlashib o'tgan datqinning o'g'illari Abdullabek bilan Qamchibeklar kelganda ushtum-tut chigishlashib ketadi. Bo'shan siyosatning shamili birda o'ng, birda so'ldan chiqsa-mu, o'z tavalligidagi xalqni do'q bilan dushmandan qo'g'dagan Qurmanjonning mundaq bir donishmandligi kishini haqiqatan hayron qoldirarliq. Podshoh askarlari Mahmudbek va nevaralari Mirza Payoz Arslanbeklarni Sibiriyaga surgunda haydab, kenja o'g'li Qamchibekni o'shda dog' osadi. Datqa bolasining darg'a eslaganini o'z ko'zi bilan ko'rib turdi. Shu shumliq ko'rinishlarni ko'rganlar, agar Qurmanjon azaldan botir xalq emasmidiq, bunda xo'rliqqa qog'icha yo'qolib o'lgan yaxshi, olg'a xalqim desli bo'ldi. Butkul olayliq qirg'izlarning otqa minishi aniq. Shuning bilan bolasining sog' salomat qilish mumkinchiligi bor edi. Biroq datqa o'z qayg'olimi uchun orqasiga keng xalqni qurbonlik tutib bergisi kelmidi deyishidi. Shaxonov Rus tarixida Qurmanjon datqaga o'xshash tavalligidagi xalqni obraz orqali qo'g'dab, oxirida o'zi bergan erkinlikning qurboniga aylangan ham tajovuzchi davlatlarga izchil qarshilik ko'rsatib kelgan rahbarlardan Aleksandr Ishkiba 1885-yili taxtga chiqqan Aleksandr II chekinib ketgan buyuk podshohlik tarixida nihoyat zo'r o'zgarishlarni barliqqa keltirdi. Oldi bilan 25 yillik askariy majburiyatning muddatini qisqartib 6 yilga tushirdi. Askarlikdan qaytganlarni tashkillab temir yo'l qurilishiga soladi. Zavod, fabrikalar ko'payishga boshlaydi. Ishsizlarning soni ozayib, xalqning ahvoli yaxshilandi. Xalq boshqarishidagi maktablarning soni 20 mingga, qiz ayollarning o'qish o'rinlari 300 ga yetadi. Podshohlikning barliq o'lka rayonlarini qo'shib hisoblaganda 700 dan ortiq gazit jurnal uzilmay chiqib turadi.
U hakimiyet üstüde o'tirgan yillari Rossiyadagi o'z erkinligidan ayrilgan 50 million yo'qsul yer egalarining ig'ir ekspluatatsiyasiga qarshi isyon pat-pat baş ko'tarib turadi. Aleksandr II'ning 1861 yili 19 fevralda qulluq tizimini bekor qilish to'g'risidagi yarliqqa qo'l qo'yib turib, yo'qsullar o'zini qulluqdan qachon ozod qilarkin deb qarab turmay, o'z erkinligini o'z qo'liga berganimiz yaxshi degan so'zi Rus tarixidan mangu o'chmaydi. Aleksandr II'ning bu mard-mardonaligi uchun Rossiyadagi butun yo'qsullar uni shafqatchi otimiz deb maqtashadi. Qilgan yaxshilikning ba'zida aksicha o'ziga yomonlik olib keladigan chog'larim bo'ladigan emasmi? 1881 yili 1 martda Xalq Erkinlik partiyasining buzuqlari podshoh o'ltirgan mafiga bomba etib, uni ig'ir yarador qiladi. Aytmatov. Men Lyuksemburgda turgan vaqtimda shu vaqtdagi Germaniya zuntingi Voitsizgerning ishxonasidan manga Vayngrad Katolik akademiyasida madaniyat töhfəkarlarının cho'ng yig'ini bo'lmoqchi. Yig'inga zuntingimiz sizni qimmatli mehmon qatorida chaqirdi. Vaysinger әпәнди uzundan beri siz bilan tanishishni arzu qiladi deb 2-3 qatim telefon keldi. Taklifni razmanlik bilan qabul qilib yo'lga chiqdim. Yig'in boyi aytilgandek Vaysburgning Katolik akademiyasida o'tkazildi. Zongtong o'zi leksiya so'zlab, elning ro'yiti, madaniyati va diniy o'rtasidagi munosabatlarni mufassal sharhlab berdi. Voitsizger dunyo adabiyot san'ati, dunyo madaniyati bilan yaxshi tonish, ro'yiti mo'l bilim bilan to'lgan kishi ekan. Umuman olganda, madaniyatli G'arbiy Yevropa ellari almisoqdan tortib madaniyat bilan dinni bir-biridan ajralgan ayrim ikki narsa deb qaramasdan, xuddi bir harvaga qo'shilgan bir jup otdek bir-biri bilan chetishib ketgan deb qaraydi. Shaxanov. Taraqqiy topgan ellarning madaniyatlik rahbari degan mana shu. Buning butunlay aksicha bo'lgan, o'z beshimdan o'tgan bir voqea ustida to'xtalay. U vaqtlarda har yili o'tkaziladigan Buyuk Pushkin an'anaviy she'riyat xotira kunlari oldi bilan Pskov oblast tavasidan boshlanib, Dangliq Polyanada 20-25 ming kishi yig'ilib she'r anglab, she'riyat to'yi shodligiga cho'milatdi. Oxiri Moskvada davomlashib, ittifoqdoshlar oilasining aylanma to'riklik zalida she'r o'qish bilan oxirlashadi. Dunyodagi dangliq shoirlar qatnashib, keyin-keyindan so'z qiladi. Buni Markaziy televiziya stansiyasi butun Sovet ittifoqiga ulab taqdirlatdi. Bir yili shu she'riyat xotira kuniga O'rta Osiyo Jumhuriyatlari nomidan qatnashdim. O'z navbatim kelganda sahnaga chiqib, so'z qudrati degan she'rimni o'qidim. She'rimning to'limi ilhom bilan o'qilgan bir yeri kelganda nihoyat hayajonlanib ketib, qo'limni hay'atlar guruhi ichida o'tirgan Pskov oblastining shu vaqtdagi bosh shujisi tarafga qaratib keyin-keyindan shiltib saptiman. Ko'pchilik she'rimni uzun so'zilgan javob bilan qarshi oldi. Ko'pchilikning iltifotiga ko'pdan-ko'p rahmat aytgandan keyin hay'atlar guruhining ikkinchi qatoridagi o'rnimga berib o'ltirdim. Birozdan keyin bir yigit yanıma kelib, "Sirtqa chiqsangiz bo'pti-ekan" dedi o'ng o'chib achchiqlangan holda. "Siz qo'lingizni nima sababdan bosh shujiga shiltiysiz?" dedi yiliq yigit sirtqa chiqiblam. Nima bo'lganini shu chaqda tushundim. Unig'anga yunig'andek udil kelib qolgan bu tasodifiylikni qarang, Pskov oblastining boshlig'i shu xizmatida uzoq yillardan beri midirilmay o'ltirib qolgan ekan. Mening she'rimni uning o'zimi, atrofidagilarmi boshqacha ma'noda tushunyapti. Bundan keyingi yig'ilishlarda sizga so'z berilmaydigan bo'ldi. Shuning bilan birga butkul ittifoq tarqatilgan televiziya xabarlaridan yiliq she'ringiz butunlay elib tashlandi, dedi boshliqning chaparmani. Ya kulishimni, ya yig'ilishimni bilolmagan shu daqiqada bu rivoyat esimga kelib qoldi. Burunqi bir zamonlarda bizning ona vatanimizni besib olmoqchi bo'lgan bir shon shavkatli podshoh askarlarini chegarada to'xtatib, bizga qarshi chiqqidek qanchalik kuchi bor ekan, tintib kelinglar deb 2-3 tintinchisini avatibdi. Ular qaytib kelgandan keyin xon, vazir, vuzira, lashkar boshliqlarini chaqirtib, tintinchilarning hikoyasini anglabdi. Yurt aralab yurib bir cho'ng to'yga kirib qoldik deydi ular. To'yga shu elning amrimi qatnashdi. Shadxoramliq cho'mgan oq uyga do'mbirasini ko'tarib olgan 15-16 yoshlar chamizdagi bir yigit kirib kelganda to'rda o'tirgan amir neri surilib yendan o'rin berdi. Uning mundaq yig'ini g'ayron qilib sababini so'ragan edik. Bu bizning xalq san'atkorimiz dedi ko'ranglab. Parang shu yerga kelgan askar boshliq ko'ranglab. Amsi bundaq kalva amri bor elni qalpoq bilan urib olmaymizmi? Ulug' xon oliylari askarlarning otilinishiga ruxsat qilg'aylar devidi. Shu chog'da xon askar boshliqqa g'azab bilan qarab, "Yo'q, askarni qaytirib ketdinglar. O'z millatining san'atkorlari va ro'yitini qadrlab ehtirom bildiradigan, milliy madaniyatga tayangan elni yengish g'albi hisoblanmaydi" degan ekan. Aytmatov.
Shundaq, insoniyatning chekkan jafo mushaqqatiga yarasha ruhiy boyliqqa to'yingan ashu buyuk qurolni ko'z bo'yamchilik qilish ishlariga emas, o'ziga haqiqiy turda yetakchilik qilgan hukmdorlar qaysi davrlarda bo'lmasin, barmoq bilan sanag'udek darajada oz bo'lgan. Shaxsga cho'qinishdan aram qutulib, erkinlikning hidini sezgandek tuyg'uda bo'lganimiz bilan jahonga patmay maqtanib ketadigan zaypani qiliqlarimizni tashlayolmadik. Shaxanov. Birjinov shaxsga cho'qinish natijasida aql parasti, xizmat qobiliyati tuvan kishining atrofidagilarning xushomadchilik va ko'ptirimlik qilishi bilan donishmand otilib ketadiganligini yaxshi dalillab berdi. Ayni vaqtda partiya qurultaylari, Markaziy komitetning umumiy yig'inlari, turli kengashlar va yig'ilishlar raisni maqtash bilan to'lib ketadi. Ko'zga ko'ringan qozoq olimi, akademik Manas Qo'ziboyev o'zining Birjinov va Qozog'iston degan maqolasida bundaq qiziqarli faktlarni o'tirib qo'ydi. Ukraina Jumhuriyatiga Xalqlar do'stligi ordenini taqdim qilish sharaf uchun Kiyevda o'tkazilgan saltanatli cho'ng yig'inda ko'pchilik bosh sho'jining so'ziga 35 qatim javob chalgan ekan. Bundan ko'p o'tmayla Qozog'istonda Bo'ziya etishning 20 yilligini xotirlash cho'ng to'yini 1974-yil 14-martda Birjinovning qatnashi bilan o'tkazish qaror qilindi. Qozog'iston bunga alohida tayyorlik qildi. Qozog'iston Kompartiyasi Markaziy komitetining ideologiya ishlari sekretari C.E. Mashev maxsus yig'in echib Birjinovga bildirilgan hurmatning qandoqli bo'lmasin Ukrainaliklardan ish pishishini qattiq tapalaydi. Maxsus yo'l-yo'riq olgan oblast, shahar va noy rahbarlarining darhol ishga kirish natijasida Birjinovning so'ziga 73 qatim qizg'in chavoqchilish o'rinlashtirildi. Shunday qilib, rahbarga xushomat ko'rsatish plani Ukrainaliklarga selishtirganda 2 oshirib o'rnatildi. Ko'rgichlarning aytishiga qaraganda, bechora Birjinov o'zining donishmandlik so'zini azaldan quloq anglab, ko'z ko'rmagan hurmat bilan qarshi olgan xalqqa qayta hayajon bilan qarab ko'z ish qiladi. Buni xushomatchilarning yaratgan rekord qatori Jinnis kitobiga kirgizishga tegishli edi. Birjinov kuch miqdoridan ketgan qiyinlikni yo'shirgisi keldimi qandaq? Shu vaqtdagi siyosiy byuro a'zolari bilan kandidat a'zolari birdek yashangan qiyinlardan tashkillangan edi. 1979-yili ularning o'rtacha yoshi 70 yosh bo'lib, ba'zilari sahnaga chiqib tushishmi, balki ta'zga to'xtaydi. Aşı siyosiy ulgini doğurgan ittifoqdosh jumhuriyat rahbarlarining ko'pi markazdagi qiyinlarni besib tushadigan qiyinlardan edi. Shu vaqtda xavfga aylanayotgan ashu qiyinlish masalasi to'g'risida rivoyat ustidagi "O'shikka olamiz uch qancha" nomli bir doston yozganman. Men hozir Shaxanovning shu dostoni o'qiladi. To'liq berilibdi mana kitobda. Endi bu yerda ba'zi o'ylab qolamiz. Masalan, oyada mancha qatim chelinibdi, mancha qatim chelinibdi deb shu hokimiyat beshidagi ba'zi ahmoq podsholarning qiliqlari, hatto ularning o'zining atrofidagi xushomadchilar, yaloqchilar, yo bo'lmasa ba'zi bir insonning aqli ishonmagidek ashtaq voqealar qarab o'ylab qolamiz. Bu hokimiyat beshida turayotgan yoki shu huquqni tutayotgan shu kishilar shu darajada dudmi? Bu shu xalqning o'ziga haqiqiy qilayotgani yoki mundaq qilayotganini bilmamdi. Va yoki nemishqa aniqidek ba'zi bir rasmiyatlarni cho'qin majburiy qiladi. Masalan, oqibdiki deb bumi qiladi. Mening uning mos kelam kelmam deb nima uchun faloni davlatning masalan manda qilibdi, boshliqlari mancha saroy soldiribdi yoki manchilik chavoq chapdi yoki manchilik shag'in o'tkazibdi yoki manda qilibdi degandek shuning o'zi bilan serishtirib shunday qiladi deb ba'zi kallamizni o'tmasligi mumkin. Men o'ylayman. To'g'ri, balkim shundoq nodonlik yoki shu faqat shu dunyo bilan berilib ketib ro'yit quruq qolgan va bu quruq qilib ketgan ro'yitini to'ldirish uchun ashta qilib yurgan bo'lishi mumkin. Ammo buning eng oz %50 qismida mana bir narsa yotadi. Nurg'un kishilar o'zining yashash prinsiplari, qoida mezonlari bo'lmaydi. Ular nurg'un kishilar deb xato debdim, ba'zi kishilar. Bular shu yerdagi asosiy eqim bo'layotgan yoki o'ziga manfaat yetayotgan yoki hokimiyat beshida turayotgan to'plamning iliqidek umumiy qimmat qarashiga mos keladigan, ya'ni tukning yetishiga beqib siyla deb ashta qilmasak bo'lmaydi. Jahon sanga boqmasa, sen jahonga boq. Demdi, elga kirsang ilingcha, suvga kirsang bilingcha. Bu yerda
xalqmi qildi. Menmi mushtaq qilmasam, meni xalq manda deb qoladi. Xalqlar ma ishni manda qaraydi, ma ishni manda qaraydi. Yo'g'on dasturxonni selib liqida to'kib meni mehmon do'stkin deb o'ylaydi. Tomoqni shap-shap yeb pokiz yevassam, meni och qapti deb qoladi. Shuni oshirib qo'yay, manda qilib qoladi, anda qilib qoladi. Mana shundaq xalqninki shu iliqi vaqtliq yoki bo'lmasa moda deb qo'yamiz-ku. Uzun zaman puterab turolmaydigan ashundaq ideya qarashlarining ta'siriga uchrab ketadi. Ular shu to'plum ichida puterab turmoqchi bo'ladi, o'rnini topmoqchi bo'ladi, shu yerdagi eng kuchlikka aylanmoqchi bo'ladi. Shunga shu vaqtida o'zi ko'rgan yoki o'zi bilgan shu to'plum e'tirof qilyotdi deb qarayotgan o'sha narsalarni umu tang yoki anaqa o'rikni ko'rib olovlabdi degandek mushundoq qiladi. Balkim bu yerda aqli bo'lsa-mu, yana ashundoq narsa kelganda o'ziga bo'lgan ishonchi yoki o'zining yo'li va aqidasiga bo'lgan mustahkam ishonchi yo'q. Shunda bo'lgan bo'lg'achqa işte xalqni do'raydi yoki bo'lmasa ashundoq bema'nilikni qiladi yoki hech kim qilib boqmagan bir ishni nachar bo'lsa mushtaq qilib tarix qoldirma deydigan yoki hatto uningki hech qanday bir iliqi ashta bir nachar bir ish keligini bilmaylam qiladigan ahvollar bo'lishi mumkin. Shu madostonni yomon uzun bir doston ekan bu. Keyingi qaytimda o'qayli Shahonovning dostonini. Qarab beqib tushunishligiroq bo'lsa o'qamiz, bo'lmasa o'tab ketsammi bo'ldi. Hokimiyat bilan ro'yat degan bu bob bek uzun bobga 100 necha bet. Shu bir bobdagi suhbatlar. Buningda buncha bilan uzun to'xtalishidagi sabab mencha bu suhbatlar va kitob 2004-yil nashrdan chiqqan vaqti qachon? Men qarab boqay. 2004-yil to'g'ri debdim. 2004-yil nashrdan chiqdi. Endi bularning cho'qim nechaga yillarga yozib qo'ymabdi ya. Masalan, asl nashrdagichu asl nashr zoti qachon chiqqan, bu suhbatlar qachon bo'lgan. Bu suhbatlarning shu Sovet ittifoqi parchalangandan keyingi vaqtlarda bo'linganligi aniq. Ko'rdinglarmi, biz mustaqil bo'lgandan keyin anda bo'lib ketdik, munda bo'lib ketdik, nurg'un narsalarda hokimiyatda deb. Shu vaqtida nayt cho'ng xeli o'qib qo'ydi ekanmiz yana. Bu bobning tugishiga yana 40 betlar bor ekan. Ya'ni shu vaqtida xuddi iliq bir yangi tug'ilgan buvoq o'zi yolg'iz qolib qolgandek, bular nima qilishni bilmay oldi keyinda nayt hokimiyatni tutib turish, bir davlat bo'lish bu bir ish, bu davlatni davlat qilib tutib turish bu ajoyib cho'ng bir ishda. Mushuningda jiq qiyinchilikqa uchragan bo'lish mumkin. Shunga mushu yerda yomon jiq to'xtalibdi. Shunga davomli jiq o'qiydi ekanmiz. Hokimiyat biz uchun muhim tema. Hokimiyatni qo'limizga olishimiz kerak deymiz. Shu. Bo'ldi. Bugungi o'qishimiz mushakcha bo'lsin. Davomini o'qiymiz. Allohga emanet.